O'zbekistonning barcha viloyatida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun bizga like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, O'zgidromet markazi 1 dekabrdan boshlab qanday ob-havo bo'lishini ma'lum qildi. 1 dekabr kuni respublika bo'yicha vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'ladi, ayrim joylarda qorga aylanishi mumkin. Havo harorati 1 va 2 dekabr kechalari 3 daraja va 2 daraja issiq, kunduzi esa 3-8 daraja issiq bo'ladi. Shimolda kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi esa 2-3 daraja iliq bo'ladi. 1 dekabrda respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida sel, suv hodisalari yuzaga kelishi mumkin. O'zbekiston bo'yicha havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda qorga aylanishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi va Xorazm viloyatida yomg'irchilik kutilmaydi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat esa 3-8 daraja issiq bo'ladi. Shimolda esa 0,5 daraja issiq bo'ladi. Toshkentda havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti bilan biroz yomg'ir yog'adi, qorga aylanishi mumkin. Shimol g'arbdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat esa 5-7 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'irchilik, yomg'ir, qor bo'ladi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat esa 3 daraja sovuq, 5 daraja issiq bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting. Biz sizga eng saralarini taqdim etishda davom etamiz. Xayr, salomat bo'ling.